Assalamu alaikum aziz qarindoshlarimiz. Shvetsiyadagi jamoat bu yerga bilgan yana imkon qilib jam bo'lib, yarim kun o'zimizning xizmatiy o'qishini qilgan bo'lsak, yarim kun vatan millatning da'dida yana biz bu sergiltoriyatga yig'ildik. Buga 2022-yili 2-oyning 2-kuni soat 1dan 2ga qadar sergiltoriyatda polis ijozati bilan biz namoyishimizni davomlashtiryapmiz. Maqsadimiz Stop Uyghur Genocide and yana Stop Beijing Olympic. Biz Xitoyning Beijingda o'tkazmoqchi bo'lgan qishliq olimpikini oxirgi minutlargacha to'liq boykot qilish irodamizni bildirish uchun biz bu maydonga uzildirmay izchil buni bir oyni yog'i davomlashtirdik. Mana 2-oyning 1, 2, 3, 4, 5-chilar o'xshamagan joylarda o'xshamagan usullar bilan biz o'zimizning qarshilik irodamizni bildirib bu maydonga so'q chiqarmay yig'ilib turibmiz. Kapagan aziz qarindoshlarimizga, izchil qatnashib kelgan qarindoshlarimizga ko'p rahmat. Oqimizdan madad berib, oldimizdan yo'llarni ochib turgan fidokorlarimizga ko'p rahmat. Biz qarshilik irodamizni kunda shu o'xshamagan maydonlarda har xil yo'llar bilan, media yo'llar bilan logolarni ko'tarish, bayroqlarimizni ko'rsatish va tik turish orqali irodamizni bildirmoqchi. Hammalarga ko'p rahmat. Bu vatan hammamizning G'ulji qirg'inchiligining 25 yilligiga kelish oldida hammamiz uyg'onaylik, maydonlarga to'kilaylik, Xitoy ambasiyasining oldiga hammamiz saf tuzab boraylik, parlament oldiga boraylik. Biz Uyg'ur genosidining Shvetsiya hukumati tarafidan maqbul ko'rinib, bir qarorlarning, foydali qarorlarning chiqishini hammamiz taqozo bo'lamiz. Shuning uchun qo'limizdan kelgan imkoniyatimiz botirishchilikni ko'rsataylik. Yana qishliq olimpikning oxirgi minutlargacha boykot qilaylik qarindoshlarim. Hammalarga rahmat. Omon bo'linglar. Uyg'urlarga emas, butun dunyoga biz hammamiz bilimiz vatanda bir yong'in bor. O yong'inga Allohdan bizga farz bo'lgani shu qish bo'lib suv chechish. Bir tomchi chatalsak, bir tomchi. Biz shu qishning misoli hammamizni shuning da'vat qilma. Bütün insanlarni shuning da'vat qilma. Uyg'urlarni emas. Assalomu alaykum qarindoshlar, Shvetsiyadagi barliq qarindoshlar. Biz izchil sergiltoriyatda Xitoyda elib berilayotgan olimpikni boykot qilish to'g'riliq namoyish qilyapmiz. Bu namoyishimiz davomlashyapti. Ata ham bor. Ata barliq qarindoshlarni parlamentning oldiga erdan yenib mishaga yana soat 1-2gacha kelishga da'vat etaman. Aziz qarindoshlarimiz to'g'ri deydi. Xitoy Uyg'urlarga, Tibetlarga, Mo'ng'ullarga emas, butun dunyoga ofat, dunyoning bexatarligiga ofat, tahdid olib kelyapti. Nurg'un yillar bo'ldi. Biz o'z beshimizdan kechirdik. Mamajon qarindoshimiz degandek vatanda o't kuyibdi. Ammo shunda o't kuyayotgan ahvolda bizning tinch holatda uyda yetishimiz, normal xizmat hayotimizni kechirishimiz mumkin emas. O'tni oldi bilan o'chirishga so'zib hamduq sharbatmi deb talashmay biz qo'limizga nima chiqsa bir tomchi suvning rolini o'talasak shu o'tni o'chirishga tirishaylik. Azizlarimiz, hammamiz jondan uyg'onaylik, maydonlarga to'kilaylik, irodamizni bildiraylik, oxirgacha irodamizni bildiraylik azizlar.